Bugungi videoda Real Madrid legendalari kiritgan mashhur gollarni takrorlashga urinib ko'ramiz. Menda random приложение bo'ladi. Qaytaradigan har bitta golimni nechta urinishda bajarishim kerakligini ko'rsatadi. Agar qaytara olmaydigan bo'lsam, keyingisiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun nechta gollarni qaytaraman deb o'ylaysan? Sandan qanaqa seyflar kutsan odamlar? Topovoy seyflar kutinglar. Mirovoy urovendagi. Baxtingga bugun random bor ekan. Baxtimga. Ha, bo'lmasa bilar urgunimcha olardi. Mana birinchi golimiz Cristiano Ronaldo o'sha Bvin formasida unga olaman. Mana shunaqa qilib turib squarar ekanman-da, tushundingmi? Tirs. Choq. Mana nima deb o'ylaysan? Qila olamanmi? 144 pi variantda bo'lishi mumkin. Atak shunday olaman, tiqib yuboraman, maqar realni. Bugunchalik gollarni o'zim yig'ib keldim, o'zim kolleksiya qilib, lekin keyingi videoda bu narsalarni sizlarning yordaminglar bilan qilamiz. Opisaniyada Telegram kanalimga ссылка turibdi. O'sha yerga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar, chunki keyingi videoda aynan sizlar kommentariyada yozgan golinglarni takrorlashga harakat qilaman. Mana random qo'limda ketdi, qani? 3 ta imkoniyat. 3 ta imkoniyat bo'ldi, jahonda faoliyatni tugadi. Jigarlar birinchi urinish, agar bittadan bitta urib yuborsam bilmadim. Let's go. Let's motherfucker go. Bila Mahmud jinnimi o'rtoqlar? Birinchisidan sразу mana shunaqa seyf. Oy. Hech nima qilmaydi o'rtoqlar, bu yana bitta imkoniyatim bor, bilasizlar. Uchinchisini o'sha 9 ga urib beraman, bu uncha o'xshamadi. Oxirgi imkoniyatim jigarlar, xato qilishga haqqim yo'q. Oh! Что за удар? Что за удар? O'rtoqlar, mana hozir random qilamiz. Men bilan birinchi nechta imkoniyatim borligini bilib olamiz. Ketdi. 14 ta. Hatta shunda urarsan, boyagida ura olmading 3 ta. Bahonang bor. Imkoniyat kam edi. Bunda ko'p. Bu o'rtaroq ekan. Men o'ylashim bo'yicha Ronaldonikidan osonroq bu. Olaman, akkurat tiqaman bo'ldi. Imkoniyating yo'q deb o'ylayman. Birinchi urinish, ja unaqa qiyin emas, ispaniyat qilsa bo'ladi. Mana jinnimi o'rtoqlar, pashti o'shanga o'xshash ketyotdi-da. Prям o'shanaqa tepadim, Bape udarimni ko'rib qorardi, lekin mayli. Bu mirovoy klass, jahon bu boshqa urib 9 ga shunaqa ketyotdi. Bilmadim o'rtoqlar, hali imkoniyatim bor, uraman. Juda ham yaqin keldim. 5-urinishga ham yetib keldik. Havo masalasini hal qilamiz. Gol, lekin bu bo'lmaydi, bizga havolatib kerak, hozir o'xshataman. O'rtoqlar, mana har bitta futbolchining o'zining stili bor-da, o'sha Mbappeni ham, Ronaldoni ham, hamma oyog'ini har xil qismi tegadi-da. Men o'zim mana qanday tepaman, hozir ularga moslashib tepmoqchi bo'lman, вообще noqulay bo'ldi. Maksimalni ayniqsa ham tizzalarimga tushmayapti. Qanaqa moslashish kerak deb. La Mahmud jinnimisan? Nimaga qaytarasan? Ha, uni Mbappe tepgan varatan o'rtaga tepib urdi. Bu to'sib yotdi. Aldadim kalamushchi. Bu yoqqa otilib o'rganib qoldi-da. Oh, vamos! Вот оно, Kylian. Jigarlar, nima deysizlar? Gol o'xshadi, menimcha 100% o'xshadi. Kommentariyada tez yozinglar. O'tkazib berdim, oxiri iloji qolmadi o'sha. Xo'lla. Nima unda qarayapsan? Ha, 12-sida o'xshadi. 12-sida o'xshatdi. Gap yo'q. Zo'r. O'xshadi, bolalar. Ana, Brachkalar tasdiqladi. Original. Biz keyingi golga boramiz, yoshda ham Coutinho yoraman. Bo'ldi. Keyingi golimiz Modricga yaqinda shunda to'xtatdi. Qadavorni ko'rgan bo'lsang, mana bu gol. Nima deb o'ylaysan? Bunaqaga shans bormi menda? Endi bilmadim, hozir qiyin bo'ladi, lekin qiyin masala yo'q. Ursa bo'ladi, to'g'rimi? Hozir davay. Nechta imkoniyatim borligini bilib olaylik. 8 tagina. 8 ta imkoniyat, normalniy. Ko'p emas, kam emas. Yetish kerak. Men o'ylayman, tiqaman o'rtoqlar, bitta tushib bersa bo'ldi. Ketdi. Voy, demayman, sekin ketyapti, to'satdi. Vaqt tutdi, to'smasa shuni.
Jinnilar, molga o'xshayapti debdim. Voy, yomon yaqin keluvdim o'rtoqlar. Voy, хороший был удар. Я валю по трассе, а спешу к тебе. Москве, бэнг, чучука, бэнг. Я иду по Москве, качу, бэнг, чучука, руки. Que quiere, dime lo que quiere, dime lo que quiere. Va nihoyat shuncha kutdik. Voy do'stim. Oxiri o'zim masalaga hal qilib berdi. O'xshadimi, nima deysan? Prям birga bir o'xshamadi-yu, sal yaqinroq. O'xshadimi, yo'qmi? Nima deysan? O'xshadi? Ustali-a? Demak, aytgan agar otilganida qaytarardim, to'g'rimi? Bundan oldin qaytardim. Otilganingizda chotizdan ham o'tib ketardi. Ya, 5 chop qo'ymuş. Turka to'g'ri. Bu bilan kelishyapti o'zi. Mana gol-gozing qanaqa baho berasan? Bu qumday turibsan-da, stalbaga o'xshab. Udarslichkim qattiq bo'ldi, shundanmi? Ya. Shunda aksa. Nu, Modrichga nimadir bor. Birga bir deya olmayman, nimadir o'xshashlik bor qanaqa. Bajardimmi? Shunaqa desam bo'ladi. O'shaning uchun kommentariyada yozinglar, o'xshadimi yo'qmi o'rtoqlar? Men Modrichga o'xshab birga bir o'xshay olmayman. Endi u Modrichda, Mahmud Realda o'ynaydi. O'rtoqlar hozir 4-golni urishga harakat qilib ko'raman. Gareth Bale takoy to'g'rilab turib, yomon tiqib yuborganlar 16-ichida 9-ga mana bu gol maxin. Ko'rding, mana shu golni qaytarishga shansim qanaqa? Unaqa vrodi qiyin emas. Vrodi yaqin masofadan-da. Shanslar. Boyagilar Modrichkilardan osonroq. Nechta imkoniyat berishini bilib olamiz. 15 ta. Mana o'rtoqlar 15 ta. Shuncha imkoniyat. Men o'ylayman, o'zi bir 5 talarda masalasini hal qilib qo'yaman. Prosta to'xtatsan yonga olasan, darli 9 ga. Chunki aylantirish. Chunki plus tomoni yaqindan masofa. Plus. Blitz plus demak. Blitz urib beraman senga. Blitz kurler bo'ladi. Birinchi urinish o'rtoqlar, bittadan bitta oz hal qilaman. Davay. Nimadir bor. Vuy! Yaqinman, juda ham yaqin. Davay, говнюк. Voy, maha jinni o'rtoqlar. Yaxshi qaytardi mana shuni lekin. Уровень, klass, мастерство, skill, IQ. O'sha narsalar senga yetishmayapti. Gareth Bale. Nima deb o'ylaysizlar? Gol o'xshadimi yo'qmi? Tez yozib yuboringlar, izohlarda. O'rtoqlar ko'rdinglar, maksimalni o'xshadi deb o'ylayman. Mana nima deysan, o'xshadimi yo'qmi? Da, mana shu 4 ta gol ichida eng o'xshagani mana shu bo'ldi. Prям yaqinroq edi. Qolganlar sal surkatdimi? Ancha. Mayli, o'rtoqlar kommentariyada yozinglar, qaysi birini surkatdim, qaysi biri ko'proq o'xshadi. Keyingi videoda sizlar ham ishtirokchiga aylanishingiz mumkin. Prosta описаниедagi ссылка bo'yicha Telegram kanalimga o'tib obuna bo'linglar. O'sha yerda kommentariyada yozinglar. Shu videoni keyingi qismida qaysi gollarni qaytaraylik. O'shanda sizlarni videoda chiqaraman. O'sha golni bajara olmasam sizlarga pul tashab beraman. Bajara olsam uxladinglar, menga respekt bo'ladi. Maxa, bugungi videoda fikring qanaqa? Harakat qildik, ba'zi birlar o'xshadi, ba'zi birlar o'xshamadi. Qo'limizdan kelgancha ijroni qildik. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarimiz opисаниеda meniki ham, Telegram, Instagram o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga rahmat.